Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İbn Mace rahimahullah Sunan İbn Mace kitabıda şundaktaydı. 12. hadis. Haddesena Ebu Bekir ibn Abi Şeybe. Kale haddesena Zeyd ibn el-Hubab. An Muaviye ibn Salih. Kale haddeseni el-Hasan ibn Cabir. An el-Miqdam ibn Ma'di Karib el-Kindi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. 12. hadis İbn Mace rahimahullah şundaq deydi. Bizga Abu Bakr ibn Abi Şeybe hadis so'zlab berdi. Bu kishi deydi. Bizga Zayd ibn al-Hubab hadis so'zlab berdi. U Muaviya ibn Salihdan rivoyat qilgan. U deydi, "Menga Hasan ibn Jabir hadis so'zlab berdi. U Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi radhiyallohu anhu din rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: Bir kishi o'zining safasida, kreslosida yoki shunga o'xshagan o'rindiqda yo'linib o'ltirib, mening hadisimdan bir hadis uning so'zlab berilsa, bu kishi biz va sizlarning o'tiringlarda Alloh taolaning kitobi, ya'ni Qur'on Karim bor. Biz Qur'onda halol deb topganni biz halol deymiz, uni harom deb o'rganganni harom deb topganni biz uni harom deymiz deydiganga oz qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Diqqat qilinglar, ogoh bo'linglarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsaga o'xshashdir." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda her zaman, her asr ve her makanda hamon hadisni inkar qilgan. Ya'ni hadisga biz ehtiyojliq emas. Qur'on bizga yetarli deydigan bunda Qur'onchilarning chiqadiganligini oldin ola xabar beryotidi. Bu kishining, ya'ni hadisni olmaymiz deydigan bu kishining o'zining o'ltirdigan yerda yo'linib o'ltirdiganligi muttakian ala arikatihi degani bu kishining takabburligi va nadal ekanligi, bilimsiz ekanligini ko'rsatadi. Agar uningga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari so'zlab berilsa, biz bilan sizlarning o'tiringlarda, ya'ni Alloh taolaning kitobi Qur'on yetarlik. Hadisga ehtiyojimiz yo'q. Biz Qur'onda halol deb ko'rganlarimizni halol deymiz, harom deb ko'rganlarimizni harom deymiz. Biz hadisga ehtiyojliq emas deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda oldin xabar bergandek, her zaman, her yerda mushunga o'xshash Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini olmaymiz deydigan, bizga faqat Qur'on yetarli deydigan Qur'onchilar toifasi chiqib turyotidi. Ular mushundaq deydi-yu, lekin ular mushu Qur'ondagi hukmlarga biz amal qilamiz. Halol deganni halol deymiz, harom deganni harom deymiz. Qur'on qilinglar deganni qilamiz, qilmanglar deganni qilmaymiz deydi-yu, lekin mushu Qur'on Karim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergishishni, uning itoat qilishni, Payg'ambar alayhissalom buyurganlarni qilib, cheklaganlardan yenishni, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam halol deganni halol deb e'tiqod qilish va harom deganni harom deb e'tiqod qilishimizga buyuruydi amaliyotda. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda sizlar Allohga itoat qilinglar va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat qilinglar deb buyurdi. Kimki Alloh taoloni yaxshi ko'rma deb da'vo qiladi ekan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilishi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurganini qilib, cheklaganni yenishi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilish, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari vahiydan iborat. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo tarafdan kelgan vahiyni so'zlaydi. Payg'ambar alayhissalom shunday deganki, kimki menga itoat qiladi ekan, u Alloh taologa itoat qilgan bo'ladi. Kimki menga osiylik qiladi ekan, Alloh taologa osiylik qilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom yana shunday deydiki, ogoh bo'linglar, Payg'ambar alayhissalom harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsaga o'xshash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir narsani yoki bir ish harakatni harom degan bo'lsa, uningdan to'sqan bo'lsa, bu albatta Alloh taolo tarafidan kelgan vahiyga asosan to'sqan bo'ladi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo tarafdan bizga avatgan elchi, Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning yo'l yo'riqlarini bizga yetkazadi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo bizga qilishni buyurgan ishni buyuruydi. Allah bizden toskan işler olsa Peygamber Aleyhisselam bizni tostuğunu qılmanglar deydi.
Ya'ni Alloh taolo harom qilgan ishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam harom deydi. Alloh halol degan ishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga halol deb yetkazadi. Halol deb o'rgatadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.